Assalomu alaykum, hurmatli soliq to'lovchi. Biz sizga ushbu videorolik orqali qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi sifatida soliq organlarida maxsus ro'yxatdan o'tish qo'llanmasini taqdim etamiz. Qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilarini hisobga qo'yish, ya'ni maxsus guvohnoma olish uchun may3.soliq.uz elektron soliq xizmatlari portalidagi shaxsiy kabinetga so'rov yuborish tomonidan elektron raqamli imzo yordamida kiriladi. So'ngra shaxsiy kabinetdagi yuridik shaxslarni qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari sifatida ro'yxatga qo'yish bo'limiga o'ting. Ochilgan oynadan qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi sifatida hisobga turish tugmasini bosib, yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkorning SIR yoki JSHR subyekt nomi, davlat ro'yxatidan o'tkazish sanasi va pochta manzili to'g'riligi tekshiriladi. Ro'yxatdan o'tish tartibidan majburiy yoki ixtiyoriy tartib tanlanadi. So'ngra ro'yxatdan o'tish tartibiga ko'ra asoslardan birini tanlab, o'tish sanasi kiritiladi. Arizada ko'rsatilgan ma'lumotlarning to'liqligi va ishonchliligi tekshirilib, so'ng tasdiqlanadi. Ariza yakunida korxona rahbarining JSHR hamda ismi, familiyasi va otasining ismi, telefon raqami ko'rsatilishi shart. Barcha ma'lumotlar kiritilgach, korxonaning ijara ma'lumotlari yoki kadastr hujjatlari biriktirilib, yuborish tugmasini bosish orqali jarayon yakunlanadi. Vazirlar Mahkamasining 595-sonli qaroriga asosan aylanmadan soliq to'lashdan ixtiyoriy ravishda voz kechib, qo'shilgan qiymat solig'i to'lashga o'tish uchun berilgan arizalar kelib tushgan kundan e'tiboran 7 kun ichida ko'rib chiqiladi. Ko'rib chiqish natijasida qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tish yoki rad etish haqida qaror qabul qilinib, soliq to'lovchiga shaxsiy kabinet orqali yuboriladi. Majburiy tartibda qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari deb e'tirof etilgan tadbirkorlik subyektlariga qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi sifatida maxsus ro'yxatdan o'tganlik to'g'risidagi guvohnoma avtomatik ravishda rasmiylashtiriladi.